Xiyonat ortidan cho'chqaga aylangan ayol. 4-seriya. Tabriklayman, qo'ng'oqni bir qo'laykan tushdi. O'qing. Buni ketdi keyingi vaqtda o'tiramiz. Qizingizga qolmaysiz kerak. Men topshirmayman. Men o'zi kemaklarni bas o'zi. Qizingiz begona emas, qizingizga so'rayman o'zi nima. Qon ketkizgan kim? Sizlar qon ketkizgan. Men topshirmayman. Pulinglar ko'p-ku? Ana, do'nni sotsaning. Men topshirmayman. Hozirgi holatda qatdan do'nda qidiramiz. Qoningiz gruppasi bir-biriga mos keldi. Men o'lishim kerak endi. Shunaqa ona bo'ladi. Men bunaqa onani ko'rmayman. Qonini qizdan va o'zini farzandidan. Jonim, babi sen qizingdan zo'rsan-de. 10tasini o'rnini bosasan, 10tasini. Voy jonim, qizim mandaka bo'la olmaydi. Onam bilan gaplashyaptilarmi? Mani onammi? Ojon, mumkinmi? Ha, keling. O'zi anchadan beri o'g'lingizdan shubhalanib yurardim. O'g'lingiz bitta ayol bilan yurar ekanlar. Nima deganingiz? Mani o'g'lim hech qachon bunaqa ish qilmaydi. Ayol tuhmat qilmang, mani o'g'limga tuhmat qilmang. o'z quloqlarim bilan eshitdim ojon. Ayol mani onam ekanlar. Nima? Voy, o'ylab gapiryapsizmi? Mani qudam bilan yuribdimi? Jinnimisiz siz? Qayerdan oldingiz bu gapni? O'zim ham uyalib ketyapman. Bo'lmagan gap parine. Jinnimi bu? Qaro, qudam qaynonasi bilan ham yurar ekanmi? Sizligini qizmang. Ilhomga qiling. Alo. Ilhom? Menga qara, sen nima ishlar qilib yuribsan? Nima deyaptimi u xotining? Bilmaymanmi? Onam bilan yuribdi deydimi? Jinnimi buni? Tez yetki. Oyi, o'z quloqlarim bilan eshitdim-ku gaplashganingizni. Tanosizchi? Voy, sani toming ketib qopti. Jinni bo'lib qolganmisa? O'z tuqqan qizim shunaqa tuhmat qiladimi menga? Oyi, Psixbansiga berish kerak sani. Hay, hozir o'g'lim kelsa gaplashamiz, hamma. Buni qo'shni eshitadi. Hozir o'g'lim kelsa aniqlashtiramiz, tushundingizmi? Sizga quda deyishga ham arzimaysiz. Manjalaqi. Nima? Manjalaqi? Voy, bular mani chiroyimni ko'ra olmaydi bular. Men sani hali jinnixonaga bermasammi?